Assalomu alaykum, Ixlos Get YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari. 2025-yilda uyga oshxona qurish nech pulga tushar ekan deb qiziqib yurgan aka-uka opa-singillarimiz uchun bugungi videomiz mana shu ko'rib turgan oshxonalaringga noldan boshlab shu holatga kelguncha nech pul ketganligi haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring batafsil usta xizmatlari, ketgan materiallari hammasini qo'limizdan kelgancha obzor qilib berganmiz. Shu bitta daftarga yozib chiroyli qilib ma'lumotlarni berganmiz. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar akalar. Kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lish, bittadan shu like tugmasini bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Bu like ni bossalang sizlarda hech qanaqa pul olinmaydi. Faqat shu videomizda ko'pchilik odam ko'rishiga sababchi bo'lasizlar. Xolos, biz bundan xursand bo'lamiz. Yana bir narsa akalar, shu ustalarimiz xonani shu noldan boshlab shu holatga kelguncha bo'lgan jarayonni rasmga, videoga olib yurishgan ekan. Videoni oxiriga chiroyli qilib qo'yib qo'yaman. Videoni oxirida shu xonamizni noldan boshlab shu holatga kelgan videosini ham ko'rishlaring mumkin. Biz bo'lmasa xudo xolasa sizlar tayyor bo'lsalar bir boshidan ma'lumotlarni berishni boshlaymiz akalar. Xo'p, manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa bu ustalarning nomerini ekranga qo'yib qo'yamiz. Faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan. Vodiydan tashqariga chiqmaymiz deyishdi. Sababi o'zlarining ishlari juda ko'p ekan. Shuning uchun vodiydan tashqariga chiqish olmaydi ekan. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ustalarning raqamini ham pastga qoldirib qo'yaveramiz. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Endi bir boshdan ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, Oybek yaqinroq olib kelaveringda. Xo'sh. Bu xonamiz endi birinchi bo'lib razmerdan boshlaymiz ekan. Razmerimiz bu tarafi 4,5 bu taraf. 4,5 metrga 4,20. Mana shu ko'rib turgan joylari 4,5 metrga 4,20 xona. Bu xonamizning oldingi holatini ham hozir o'sha tashqariga chiqib ko'rsatamiz. Shlaka blok devor bo'lgan. Shu shlaka blokning ustiga qilingan. Endi bu ustalar kelguncha tagidagi zasipka bo'lgan stashkadan bu tarafini biz sizlarga hisoblab beramiz. Zasipka qilingan bo'lgan bu joy. Zasipkasini o'sha boshqa ustalar kelib tayyor qilib qo'yishgan ekan. Bu endi shu xonamizni bitirgan ustalar shu zasipkadan davom etkazib turib shu holatga olib kelguncha bo'lgan rasxodlarini, xizmat haqlarini bir boshdan daftarga yozganmiz. Sizlarga ma'lumotini beramiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Biror nimalar biz esimizdan chiqqan bo'lsa, fikrlaringni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyin sizlar bizni qayerlardan kuzatyap turganlaringni ham o'sha fikrlaringni kommentariyaga yozib qo'ysalaring biz uchun qiziq bo'ladi. Shunaqangi oshxona qilaman deb yurgan do'stlaring, qarindoshlaring bo'lsa, videoni tashlab qo'ysalaring ularga ham foydali bo'lishi mumkin. Xo'p, endi birinchi bo'lib o'sha stashkamizdan boshlaydigan bo'lsak, umumiy kvadrat 19 kvadrat ekan. Shu 4,5 metrga 4,20 xonamizni kvadrati 19 kvadrat bo'lyapti. Endi mana shu narsani tagida zasipkadan keyingi holati penoplastdan boshlaydigan bo'lsak, endi 4,5 ga 4,20 xonamiz 19 kvadrat joyga o'sha 19 kvadrat penoplast ketyapti. Penoplastimizni bir donasini 35 ming so'mdan olishibdi ustalarimiz. Penoplast o'zining narxi 665 ming so'm bo'lyapti. Shu zasipkani ustiga penoplast yozib turib, ustidan endi stashka qilishyapti. Endi stashkasi ham 19 kvadrat bo'lyapti. Общий xizmati stashkani 1 kvadratini 30 ming so'mdan quyib berishyapti. Stashka xizmati 570 ming so'm bo'lyapti. Endi stashkamiz ham bitgandan keyin stashkani ustidan laminat qilishyapti. Laminatni tagiga o'sha o'zining falgasi bo'lar ekan. Laminatni o'zining falgasini yozib turib, ustiga laminat qilishyapti. Endi laminatimiz ham 19 kvadrat ketyapti. Laminatimizda 1 kvadrat o'zini olinish narxi 60 ming so'mdan olishyapti. Laminat qoqish xizmati 25 ming so'mdan qoqilyapti ekan bu. Xo'p, laminatimizda 19 kvadrat 60 ming so'mdan umumiy olinish narxi 1,140 ming. Laminatning o'zining narxi, xizmat kvadrati 25 ming so'mdan 475 ming so'm. 475 ming xizmat ustalarining xizmati bo'lyapti akalar. Shu bilan shu laminat holatga kelib bu tayyor bo'lyapti. Endi undan keyin devorga o'tamiz. Devorimiz o'sha bu holati shlaka blok bo'lgan. Shlaka blokning ustidan shuvoq qilingan yo'q, Oybek, biror nima tortilgani ham yo'q, Reyka. Shlaka blokning ustidan shunday reykani qadab ketishavergan. Endi xo'p, shlaka blokka devorimizga o'tadigan bo'lsak, polimiz bo'ldi. Endi devorimizga ketyap turgan reykamiz umumiy patologni ham hisoblaganmiz hammasini. Patolog devorlarga umumiy ketgan reykamiz 320 metr
reyka ketyapti ekan. Reykamizni 1 metrini 4 ming so'mdan olishyapti. 1 million 280 ming so'mlik shu xonamizga qancha reyka ketgan bo'lsa, hammasi bo'lyapti. Patologiya ham shunga ichiga kirib ketyapti. Xo'p, endi bunga endi reykadan keyin devorga falga ham qilinyapti endi. Aha. Falgamiz xo'p 50 metr falga ketyapti. Umumiy falgamiz 1 metri 5000 so'mdan 250 ming so'mlik falga shu devorlarga общий yetyapti. 250 ming so'mlik falga shu reykadan keyin falga qotirilyapti. 250 ming so'mlik falga bilan bo'lyapti. Endi devorimizga ketyapti turgan dekorimiz, bu dekorni o'zi, dekor plas emas akalar, shunga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bu dekorni o'zi ekan, plas emas. Devorimizga umumiy ketyapti turgan kvadrati 43 kvadrat dekor ketyapti. O'zini narxi 1 kvadrat metri 30 ming so'mdan sotilish narxi, shu 30 ming so'mdan qoqilish xizmati ham 30 ming so'm bo'lar ekan. Umumiy devorimizga ketyapti turgan dekorimiz 43,5 kvadrat. Patologda ham qo'shganimiz yo'q bunga, patologda devorni o'zi. Devorimiz shu ko'rib turgan holatlarini bitta aylantirib ko'rsatib qo'ying. Mana shu holatga ketyapti turgan dekorimiz umumiy 43 kvadrat bo'lyapti. 30 ming so'mdan 1 million 305 ming dekorni o'zini olinish narxi. Xo'p, xizmati ham 30 ming so'mdan 1 million 305 ming so'm ustalar xizmati bo'lyapti. Ikkovining narxi teng bo'lar ekan. Bu ham 30 ming, usta haqi ham 30 ming so'mdan, xullas 1 kvadrati 60 ming so'mga to'xtaydi ekan. Endi patologimiz. Patologimiz shu 19 kvadrat bo'lyapti. Patologimizni mana bu chekkalarini o'sha ozgina qimmatroq bo'lar ekan. Kvadrat 35 ming so'mdan ekan bu. Olinish narxi 570 ming so'm bo'lyapti ekan. Xizmati ham bularning patologi ham shu 35 ming so'm bo'lar ekan. Patolog xizmati ham 570 ming so'm bo'lyapti ekan patologimiz. Shu bilan patologimiz ham bo'lyapti. 570 ming so'm o'zini olinish narxi, ustalar xizmati ham 570 ming so'mdan qoqilyapti. Endi devorimizga, patologimizga ketyapti turgan bunaqa chaspaklar akalar. Mana ko'rib turgan hamma burchaklaringda, tepalaringda ketyapti turgan mana zig chaspaklar hammasi chaspaklarimizni umumiy summasi 635 ming so'mlik chaspak ketyapti ekan. Bularda mana burchakka qo'yilganda bir donasi 15 mingda buni narxi. Bunisi 15 ming so'mda. Abi chekkasida ko'rib turgan sariq Versace'laring bular 40 mingda. Donasi bu metri masa 3 metrli bo'ladi. 2,5. Yo 2,5 3 metrga yaqin bo'lar ekan. Bir donasi 40 ming so'm. Mana businiki 30 ming so'm dedi adashmasam. Mana bizda chaspagidagi 30 ming so'm, xullas hamma ishlangan chaspagi 635 ming so'mlik. Hop, chaspak ketyapti ekan. Endi bu joyda ko'rib turgan mana bu joylaringga o'sha PVH mramor deydi. PHPmi deylar ekan. O'sha PHP qotirishgan, o'sha asosan oshxonani foydalanadigan joyiga bu bir dona ketibdi bu. Mana shu narsadan bir donasini narxi 240 ming so'm ekan. Buni orqasiga bir dona gipsokarton ketgan. O'sha gipsokartonni ham o'sha yaxshi qalinidan qo'yilgan ekan. Unisi 50 ming so'm bo'lyapti. Xullas mana shu joyda bitishini o'ziga 295 ming so'm bo'lyapti endi. Mana bundan tashqari, mana shu ko'rib turgan ajrab turgan joylaringga 295 ming so'mlik narsa ketyapti. Endi undan tashqari bu joyga bunimizning narxini vitichka deylar ekan, 850 ming so'mga olib kelishibdi. O'sha havo tortadigan endi bu 850 ming so'mga buni o'zining narxi. Endi elektrika xizmati o'sha ketgan narsalari, kabinlari bilan mana shu ko'rib turgan tepadagi chiroqlar bilan 550 ming so'mlik narsa ketibdi. Derazalarimiz ikkovi, bitta eshik va shu deraza, bitta forchka ham bor. Ikkovi. Patagonnik, mana shu ko'rib turgan patagonniklar bilan ikkovi 3,5 million so'm akfaga ketyapti ekan. Bitta o'sha eshik, deraza, patagonnik bilan 3,5 million so'm bunga ketyapti ekan. Xo'p, endi pulunchimiz qolib ketibdi. Mana shu aylana qo'yilgan pulunchimiz, bu laminatga qo'yilgan chekkalardagi pulunchimizda 110 ming so'mlik pulunch ketibdi. Laminatimizda chekkasiga.
Endi bu joyga ketgan samarezlarimiz, o'sha ishlangan narsalar 120 ming so'mlik samarezlar ketyapti. Xullas hamma ketgan narsalari shu bo'lyapti. Endi umumiy summasi sizlarga bitta yaqindan ko'rsatib qo'yamiz. Mana akalar. Shu 18 million 715 ming so'm mana shu xonamizni bitishiga ketyapti ekan. Shu holatga kelyapti. Shu shlaka blok urilgan holat bo'lgan. Tagi o'sha zasipga qilingan, stashkalari qilinmagan, qolgan hech narsasi bo'lmagan holatiga shu ustalarning xizmati, ketgan materiallari, hamma narsasi ichida. Menimcha hech narsa esimizdan chiqib qolmadi. Agar esimizdan chiqib qolgan bo'lsa, mabodo kommentariyaga yozaverasizlar. 18 million 715 ming so'mga xuddi shu holatga kelyapti ekan. Razmeri 4,5 metrga 4,20. Kattagina yaxshi xonamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Arzonmi, qimmatmi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Ustalarning xizmatini ham, narxlarini kommentariyaga yozaverasizlar. Sizlar tomonlardan nech puldan qilinyapti? Narx-navolar va tafsil fikrlaringizni, har qanaqa fikrlaringizni kommentariyaga yozsalang, shu kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Endi bu xonamizda sizlarga oldingi holati, shlaka blok holati qanaqa bo'lganini sizlarga bitta olib keling, o'zim bitta ko'rsatib qo'yaman. O'chirmay qo'yaman. Mana hozir endi zinalar qilinyapti. Bu yerga zina ham qo'yishar ekan mana. Zinalar, o'rnalar ustalar chiqarishyapti, bu yerga qo'yishadi. Bu yerda mana bunday holatda bo'lgan mana. Shlaka blok bo'lgan. Mana. Mana shunday shlaka blokni ustiga bekin tortishga, u xonaga tortishmasdan shunday qotirib yuborilgan. Mana shunday reykani qo'yib, falga qo'yib turib, ustiga o'sha ko'rgan narsalarni qotirib yuborgan ekanlar. Xullas, qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumotini berdik deb o'ylaymiz. Videolarimizda xato va kamchiliklarimiz bo'lsa, uzr so'raymiz. Qo'limizdan kelgancha keyingi videolarda to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Kanalimizga yangi bo'lsalar, obuna bo'lish, poddeshka uchun bittadan like bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar.